Assalomu alaykum, yoqimli ishtaha. Uzr endi yana kelaverdim kamera bilan, To'g'rijon tog'a. Keling. Xap bo'lmaysizlar endi bostirib. Haligi aytgan gapim rost bo'lsin deb olib keldim-da oshna. Ha, mana mana shu tog'a. Ha. Avaz tog'a. Aytdim, tog'a deyatuvdingiz deb. Shu tog'iz mana shu bo'ladi. Mana shu oshnami sunnat to'yda dadi opoqlaringiz mantiqiy 60 yil uyog'ini gapiryapman hozir. 60 yil uyog'ini. Bizi sunnat to'yimizda og'an tog'a mantiq degan. Bizimda bor. Mana shu tog'ani o'zini to'yiga. O'zini sunnat to'yida. Hozir 60 yil uyog'ini gapiryapmiz. Haqiqiy tarixida. Maza qilib mana qani suvlari mana shu go'shtlarni qarayman mana. Mana yana nima kerak mana. O'shaga qariyalar maza qilib o'tiribmiz-da. Kelinglar, maza qilinglar. Ko'rkili dunyoda monte o'tib ketinglar maza qilib. Yoshligida esga soladi. Endi Oxun otanikiga o'xshamasa ham, lekin Oxun otani ta'mi bor-da. O'xshatishyapsan sal. Yo'q, hamma yo'g'i bor. Yaxshi, endi hamma yo'q zamonga qarab bo'ladi. Nemislar, inglizlar aytadi, okey deb, okey kelaverasizlar. Rahmat, yoqimli ishtaha sizlarga. Xo'p, bolalar, tinchib mana dokazat qilib qo'ydim. To'g'ri ekanmi? Xo'p, avaz. O'zni og'zida eshitdinglarmi? Xo'p, mana shu oshlarni to'yda opoqilar xizmat qilgan. Rahmat sizlarga, yoqimli ishtaha.